Uchtepa tumani Kattaqan'ida 1,5 sotuvli xonadonimiz sotilyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar, narx chiroyli narxda berib yuboriladi. Ko'rib turganingizdek, bu xonadonimizning kirish qismi oldida ham keng огородlar qoldirilgan. Shunday Kattaqan'a to'yxonani ro'parasidan kirib kelganimizda 100-150 metrda xonadonga kirib kelamiz. Hop, xonadonimiz yangi ta'mirdan chiqarilgan, chiroyli holatda turibdi. 1,5 sotuv, umumiy binoyimizning kvadraturasi 280 kvadrat metr berisida, и plus ikkita yana katta aslida podvallarga ega. Mana o'zini zelyoniy zonasini ko'rishingiz mumkin. Bemalol bolalarga ham o'yingoh qilib foydalansangiz bo'ladigan holatda turibdi. Navisdan kirib kelganimizda yangi chiroyli burchaklar qilib qo'yilgan, oppoq asar. Bu yoqda ro'parada bizda mehmonxona, xonadonimizni hozir umumiy tanishtirib chiqaman. Kirganimizda bu yoqda mana katta mehmonxonamiz joylashtirilgan. Hop, mehmonxonamiz yonida bu yoqda bitta alohida bolalar xonasi, ichkarida ikkita kattalar uchun yotoqxona joylashtirib ketilgan ekan. Bu yoqda ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz uchun zinapoya qoldirilgan, tepadan katta qo'llarimiz bor. Bu yoqda bizani kichkinagina komfortli fayzli oshxonamiz va yonida bitta hojatxona qoldirilgan. Hojatxonamizni ko'rsatib, turmushda hamma sharoitlar bilan tayyor. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda mana shunaqa keng xol kutib oladi. Bizning ikkinchi qavatda o'zida bizda 5 ta xona joylashtirilgan ekan. Hozir masalan ketma-ket tanishtirib o'taman. Bu yoqda mana birinchi yotoqxonamiz. Yotoqxonamiz o'zida alohida vannasi va hojatxona joylashtirilgan. Hop, chiqqanimizda bu yoqda yana bitta zalonida foydalansangiz bo'ladigan xona qo'yilgan ekan. Uning yonida yana bitta yotoqxona, bemalol 2-3 ta xo'jalik ham moslasangiz bo'ladi yoki farzandlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, farzandlar uchun ham xona qilib olsangiz bo'lar ekan. Bu yoqda mana detskiy qilib qo'yilgan. Buning yonida yana bitta bolalarga xona mo'ljallab ketilgan. Hop, bu xonadonimizga egalari 125 ming AQSh dollar so'rashyapti. Yana ozgina kelishtirilgan joylar bor. O'zi srochniy narxida berib yuboryapti. Xudo xohlasa pastda ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilsangiz, kelishib, joyi ko'rsatib, xudo xohlasa gaplashib olsangiz bo'ladi.